kommentariyada yozinglar, nima mashina ko'rsataylik, qaysi mashinalar qiziq sizlarga. Mana Nexia 1 bor ekan do'stlar, oppog'idan. Aka buni 73 ming yurgan? Falon pulligidan emasmi? Bunaqalarni hali saqlab o'ta qimmat haligi, nima deydi, falon pul aytishadi-da. Sizlar bu narsalarga yangiroq qilib beraman. Arzon qilib berasizmi? Xo'p, demak, 73 ming yurgan, 2008-yil ishlab chiqarilgan. Tozami kraskalar qanaqa kraska aka? Kraska tozami? Hazillashmaydi. Kraska toza ekan do'stlar. 2008, 73 ming yurgan. Gaz bormi yo benzindanmi? 4-paketli propan. Motor qanaqa buni aka? Son Scrambler. Narxini beradigan oxirgi narxingizni ayting aka. 66 ga ber. 66 ga Cobalt minamiz desa nima deysiz aka? Ishki vozi bor. Nexia'ning o'zining ishki vozi bor. 62 ga berilmadi. Bu 62 ga bermadingiz. Nomeringizni ayting. 95li 059 0404. Ishqi bozori bo'lsa agar aloqaga chiqarasizlar. Shunaqangi probegi kamidan olmayman deganlar bo'lsa agar egalari nomerlarini aytib o'tdik, telefon qila olasizlar. 4 tala oyna elektron salonlarga e'tibor berasizlar. Gentrani haligi multimediali rullaridan qo'yib qo'yishgan ekan. Holatlari. Demak, akustikalar qilingan, 4 eshik shumejalasa bo'lgan, kraska toza, 73 ming yurgan, 2008-yil ishlab chiqarilgan. Son Scrambler, Son Scrambler 60 ga bermadim deyapti, 65 bo'lsa kamini qilib beraman chepcha deyapti. Yo'q, bo'ladiganimi? Aha, nomeringizni qaytarib qo'ying. 95 059 0404. Savdoyingizni bersin. Ishqi bozori bo'lsa agar egalariga bog'lanaverasizlar. Biz bir qator nomerlarni so'rab aytib ketaveramiz. Xaridorlar bo'lsa agar telefon qilib bog'lanaverasizlar. Chiqaramiz aka, bir chekara hammasini qaysi bir aka? Bo'ldi aka, mana shu yerda hamma mashinalarni ko'rsataman. Shu yerda olib turing. Mana Nexia 2 bor ekan. Aka yili nechi buni? 15 aka. 15-yilgi Nexia 2. Yaqinda birov so'raganda aka Nexia 2 da sal yili yangirog'idan deganlarga mana 15-yil. Bu adashmasam bular o'zi 16 gacha chiqqan. Aka probegini aytadimi, qancha bo'ldi? 165 ming yurgan Nexia 2. 2015 ekan. Balonlari yaxshi, yangidek holatda ekan. 4 ta oyna elektron, o'zi aslida bir bo'lgan ekan, 4 elektron qilingan ekan. Bu nima deydi, lyuks qilingan deydimi? Xo'p, aka buni kamchilik yo'q, motor hamma yo'q sozmi? Qanaqa motorli aka bu? 1.6 kraska qayerlarida? Ikkita detal. Qolgan joy toza. Tekshirishib olaveradi bir qatori. Ustingiz bo'lsa, hozir 50 ming so'mga tekshirib beradi. Liboy kuzovishga olib borib, bir qator o'zi uchun kraskasini tekshirib turasangiz bo'ladi. Motor hadovoy ishi yo'q aka. Narxini nech pul deysiz endi kechki bozor aka, bo'ladigan. Nech pul? 5000 chapcha kamini qilib berasiz. Bugun so'ramasa nech pulga bermadingiz aka? 46-47 berilmabdi bugun. Do'stlar, mana bizning kanal sizlar uchun ham ko'rsatib qo'yamiz. Avto bozor yozasizlar, o'zi bor usizlarda. Ko'ryaptimi obunachilarimga? Avto bozor. Yozasizlar, mana birinchida chiqadi pochtda. Mana hozir jonli efirimiz ketyapti mana kanalimizda do'stlar. Kirasizlar. Like bosib qaranglar do'stlar, bunda obunachilarimga ko'rishsa. Mana ekranga mana do'stlar qaranglar. Barmoqli ekranga 2 marta tirs tez mana urasizlar bo'ldi. Like ketsizlar, hech narsa ketmaydi. Pul ham ketmaydi, hali pul ketadi deb o'ylamanglar. Agar birorta mashina qiziq bo'lsa, mana SMS bo'limiga kelib turib, manaqa mashina kerak deb, manaqa mashina kerak deb jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa sizlarni qiziqtirgan mashinalarni biz ko'rsatib o'tamiz. Yuqorida qaranglar, mana mana podpisatsiya tugmasi bor do'stlar. Shuni bitta bosib qo'ysanglar, Qo'qon, Namangan, Andijon bozorlarida har bozor ko'rsatib o'tamiz. Faqat yakshanba emas, dushanba, seshanba, chorshanba boshqa kunlari ham narx-navolar tanishtirib o'tamiz. O'shaning uchun mana shu podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysanglar, keyingi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Like bosmaganlar mana aql 2 marta bosib, nima deydi? Qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, xudo xolasa shundan xursand bo'lib qolamiz biz. Aka savdolarni bersin. Aka maloni nech pulga berib beraman dedingiz bugun naqdga? Nech pul aka? Arzonroq qilib berasiz. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 90li 767 86 94. Egalarining nomerlari aloqaga chiqarasizlar. 2015-yilgi Nexia 2. Xo'p. Mana qani qaysini ko'raylik? Cobalt ham bormi mana shu yerda hozir? Cobalt yo'q.
Bo'ldi. O 918 mi? Bo'ldi aka hozir. Nexia 3 2016-yil ishlab chiqarilgan, 201 ming yurgan ekan, 6900 kami bor ekan, ha? Shumi? Ha. Xo'p, Staloy rangda. Kraskasi qanaqa aka? Ikkita joyda petnosi bor. Ikkita joyda kraskam petnomi? Petno. Salon holatlari bu yevro ekanda aka. Eksportniy variant oldida faqat ikkita oldi oyni elektron, orqalari ruchnoy bo'ladi. Chetga eksportniy variantlar shunaqa bo'ladi do'stlar. Xo'p, mexanika bo'ladi. Abezlari boridanmi aka bu? Abezlar bor. Gazi qanaqa aka buni? Metan gazda. Generalni so'raganlarga imkoniyati bor. Xo'p, 6900 kam bor deb yozib qo'yibsiz aka. Endi buni bugun realniy savdosi nech pul bo'ldi aka bermaganingiz? 48 ga mashina kurishlarga beraman. 48 ga, 48 do'stlar, mana Spark puliga Nexia 3 minaman deganlar bormi? Xo'p, sizga ham o'zi tirikchilik bu? Ha, tirikchilik. Sizga yana tirikchilikka so'radi, arzonroq. Ha, elga napti. Nomeringiz qaysini beramiz? 93 212 84 84 88. 88. 48 ga zarar qilasizmi aka? Ozroq qo'shib berib 1-2 so'm bilan bitamishi. 5300 ga beraman. 5300 ga bo'lsa naqd sanasa beraverasiz, xudo xolasa. Do'stlar, 5300 ga masalan bu akani men birinchi marta ko'rib turibman, tanish emas, lekin xolis tavsiyam, agar aka aytgandek ikkita joyda petno bo'ladigan bo'lsa, motor xatovi hamma yo'q zo'r bo'lsa, men tavsiya qilaman mana shu mashinani olib mininglar do'stlar. Mana 5300 ga beraveraman deyapti. Menga tushsanglar do'stlar, 5300 ga 16-yilgi Spark olasizlar, to'g'risida. Sparkdan ko'ra bagaji bor. Yana fikrlarni yozib qoldilar. Hammani fikri har xil, lekin men tavsiya qilgan bo'lasdim. 5300 ga mana arzon Nexia 3 nima deyapti do'stlar? Yoki mana Nexia 2 lar puliga ozroq qo'shib turib, Nexia 3 minglar ham bo'laveradi, sal zamonaviyroq. Yo, baribir men mana shu mashinalardan minaveraman desa, mana oq Nexia 2 lar bor. Shularni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana Nexia 1 lar bor, mana Lacetti bor. Nexia 1 nech pullik mashina aka bu? 4300 lik mashina 2005. Nexia 1 lar yomon qimmat ekan. Men yoqda bitta aka 6200 ga bermabdi. Endi nima bo'lyapti Nexia 1 larga? Yili nechi buni? 2005. 2005-yilgi Nexia 1 bir qator sepilgan. Polni kraska. Qanaqa motorligi? Sons. Sons trambliyormi? Ha. Ishi yo'qmi? Probegini aytadimi? Probaga ko'raveramiz aka. Million bo'lmadimi hali? 525. 525 ming. 4300 yozib qo'ygan narx aka, bugun nech pul ko'rdi bu? Realniy bo'lgan savdosini ayting. 37 ko'rdi. Jinda kursi beradi shu. 37 ga bermabdi shu mashinani egalari aka. Ko'ringlar-chi. Xo'p, ma'qul ko'p qolsa, egalari nomerlari mana shu yerda yozilgan 93lik 776 05 70 mi? Ha. Shunga telefon qilish orsinmi? Xuddi shunday. Aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Variantdan beraveramiz. Nech puli borga chiqadi variantga? Puli bor bilan 1 yilga beraveramiz. 1000 puli borga 1 yilga chiqaveradi. Bo'laveradi. Qaysi bor yana aka? 2007. Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari. Bundan oldingi efirimiz qotib qolgan edi, uni stop qilib ikkinchi efirimizni boshlab oldik. Andijon moshina bozoridan bugun 2026-yil 8-fevral yakshanba kungi narx-navolarni ko'rsatib yoritib o'tishlikda davom etamiz. Xo'p, navbatdagi ko'rsatuvchi mashinamiz Nexia 1 2007-yil ishlab chiqarilgan ko'k deydimi, delfin deydi, nima deydi buni? Delfin rangdagi Nexia 1. O $1000 yozib qo'ygansiz, menga narxi nimasi u? 1000 bilan variant chiqadi, 3300 kami bor aka. Demak, bozorda aytilayotgan narxi $3300 ekan. $1000 puli bilan nasiyaga chiqarib beramiz deyapti mashina. Aka, buni texnik holatlari qanaqa? Motor hadolari behijolat aka. Motor hadovoy korobka ishi yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Benzinni gazni qo'yib minib ketadi. Gaz, benzin yuradi. Motori nima buni? Sonsmi? Dons. Narxi 3300 kami bor. Shundan $1000 bersanglar, bo'lib to'lashga berilaveradi. Egalarining nomerlari 93lik. Shu o'sha birinchiga qo'yganimiz. 776 776 05 05 70. 70. Aloqaga chiqarasizlar. Efirimizga endi kirganlar ekranga tirs 2 marta urib, nima deydi, qo'llab-quvvatlab, podeshga qilib turinglar, inshaalloh biz xizmatdamiz. Nexia 2 mokri rangda 2008. Birinchi chiqqanlardanmi bu Nexia 2 larni? Polni kraska 615 ming yurgan. Xo'p, kraskasi 200 kami bor.
Narxi 3200 kami bor. Xo'p, nomerlari ham mana shu yerda ko'ringan bo'lsa sizlarga. Salonlarini ham bitta ko'rasizlar o'zingizlar. Prostoy salon ekan. 3200 kami bor deylar ekan. Polni kraska Nexia 2008 ekan. Bugun nech pulga bermaysiz buni? Real savdosi. Bugun so'ramadim. So'ramadimi? Siz 3200 deyapsiz. Ha. Sizdan aka ko'ngilga kelmasin, sal qimmatroq ekan. Men oldingi bozor aka 2013 oq Nexia 2 ni 300 ming yurganda 3400 ga berdim. Arzon sotibman aka. Obunachilar mana bilsanglar bilib bersizlar. Bozor aka o'ynayapti. Ha. Bugun bozorimiz to'g'risi o'ylaydi. Balandroqmi yo o'li? Bugun bozor o'ylaydi. Endi qimmat aytsa shunaqa, agar 1-2 so'm sal xayri bilan bersa, sotilib ketyapti, yurishib ketyapti. Buni ham siz aka obunachilarga 1-2 so'm xayrini qilib bering, arzonroq qilib bering. Xudo xolasa sotilib ketadi. Qaysi nomerga aloqa chiqsin? Mana qog'ozdagi nomerga telefon qilinadi. Mana do'stlar 93 212 8488 ga telefon qilib egalari bilan kelishib, to'lashib, tortishib olsalaringiz bo'ladi. Efirimizga yangi kirganlar akalar ekranga tirs-tirs 2 marta urib like bosib qo'yinglar. Yuqorida mana shu tarafda podpiska tugmasi bor, shuni bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi yangiliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishlikka muyassar bo'lasizlar. Nima gap aka? Aka jonli efir ketyapti, solingiz yaxshimi? Qaysi kanal? YouTube haqida ozgina YouTube'ga qo'yasizmi buni? Aha, YouTube'da jonli efir. Yaxshi qo'yishdi, qani qoidalarni so'raydigan, mayli hozir. Aha. Nima degansiz? Jonli efirda Jonli. Like bosib obunani bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa. Qaysi kanal aka? Kanal bizda yo'q, endi qo'yamiz aka. Instagramda faqat. Sizlarga rivoj. Mana tana holat ikkita Nexia 2 bor ekan. Agar sizlarga qiziq bo'lsa Nexia 2 lar narx-navosini bilishlikka harakat qilamiz. Aka sizlardanmi bu? Assalomu alaykum. Yili necha ekan bo'ladi? 11-12 Nexia 2 lar. Hop. 2011 280 ming yurgan, 20% kraskasi bor, 3700 kami bor deb yozib qo'yibsa bu yoqqa aka. Buni bugungi savdosi nech pul bo'ldi aka bermaganingiz? Juma kuni 35 ga bermadim. Aha. Bugun beraman. Juma 35 ga bermagansiz, bugun beraverasiz. Xo'p, konditsionerli varianti, So'ngs gibrid motorda 86 ta ot kuchi bo'ladi. Holatlarini ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Xo'p, 20% kraska bor debsiz. Qaysi detalda asosan aka? Shopper tarafda yuzaki. Oldi orqa butuni so'ylari. Mana ichkarilar. Orqadan ko'rinishi. Xo'p, demak 3,5 ming naqd sanaganga beraveraman deyapti. Ishki bozori bo'lsa agar nomerlarini ko'rsatib qo'yamiz, telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Nomerlari yozilganmi? 87 lik 502 91 91 aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, aka buni faqat naqdga berasizmi yo qanaqadir yo'llari bormi? 2000 puli borga Ha. 5-6 oy kelishamiz. 2000 puli borga 5-6 oyga bo'lib to'lashga berilaveradi. Xo'sa, bank bo'lsin. Aha. Bu yoqda Stalnoy ham bor ekan. Bunisini yili 2013 ekan, ha? 160 ming yurgan. 10% kraska yozib qo'ysiz, qayerda endi 10% aka? Orqa eshik kiradi. Bitta orqa eshigi bilan bitta krilosi bor. Qolgan joy tozami? Xolos bo'lsin. Xo'p, bunisi 1.6 motorda ekan do'stlar. 1.6 metan gazda. Bu yo'llari ko'ryapsizlar. O'ziniki ana o'sha ishki bozori yoki ana u tekshirib olaman deganlar bo'lsa, hijolatchilik yo'q, bemalol kelib tekshirib ko'rib olsalaringiz bo'laveradi. Ustalaringiz bo'lsa, boshqa bo'lsa, mana ichkarilari 160 ming tekshirilgan. Ana orqalari. Buni nech pulga beraverasiz aka? 4000 ga bo'lsa beraman. 4 ga bo'lsa beraverasiz. 38-39 so'rashyapti, 4 ga bo'lsa. Demak, bugungi savdosi 38-39 bo'lib turibdi. Aka buni ham 2000 ga chiqarib bera olasizmi? Ha, 2000 ga bo'lsa 4-5 oy kelishamiz. 2000 puli borga 4-5 oyga bo'lib to'lashga ham kelishilaveradi. Hujjatlarida 4 ga bo'lmaydi unda. ha, hujjatlarida muammo yo'q. So'ragani chiqaradim. 3 yillik generalni olib beraman, olsa o'tkazib olaman. Nomeringizni qaytarib qo'ysak bo'ladimi? 87 lik 502 91 91 raqamlariga telefon qilib egalaridan batafsil ma'lumotini olsalaringiz bo'ladi. Yangi Gentra Tracker olaman desa ham bor. Aha. Ular bizga barterga o'tgan. Ha, demak Cobalt Gentra qo'yli Nexia 2 dan sirazi Trackerlarga o'tib ketgan bo'lsa. Yo'q, bular bizga barterga o'tgan, bizda boshqa narsalar bor deb. Yo'q, tushundim. Sizda ana qimmat mashinalar bo'ladi-da, mana Trackerlar.
Nexus 2dan sraz Tracker 2ga o'tibdi deyapti egalari, bular egalari. Cobaltga o'tganmi? Ha. Unda yaxshi. Aka savdoyingizni bersa. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Bu yoqda ko'proq ekan mashina. Mana Nexus 3 ham bor ekan. Oq. Sotildimi? Avtomatmi bu? Avtomat 20. 2020 necha pulga berdingiz aka? 76 ga berib yubordik buni. 76 ga 191 ming yurgan 20-chilik avtomat Gentra F Nexus 3. Hop, kraskasi qanaqa edi aka buni? Kraskasi oldi kapotda. Bitta kapotda. Qolgan joyi tozami? Joy toza. Narigisi aka? Narigisi 18. 18. Avtomatmi bu? Avtomat. Avtomat. Bu 20 sotilibdi, mana 18 bor ekan xolasanglar. Kraska qanaqa aka bunda? Kraskasi ikkala Kirilo to'liq, eshikda petno. 3 ta detalli ekanda. Buni probeg qancha bo'ldi? Probegi 150 ming. 150 ming yurgan Nexus 3 ga necha pul so'rayapsiz aka? 7800 yapmiz, kami bor. 7800 kami bor. Savdolashib olasizlar bu yog'ini. Nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 90 755 755 04 0404. Ishqi bozori bo'lsa agar aloqaga chiqarsa biz yangi salonni ko'ramiz. Aka, necha pulga bermaganingizni bilsak bo'ladimi bugungi savdosini? Buni savdosi 73 pul ishni bermadik. 73 ko'ribdi bu. Qarang bola. Avtomat ekan. Orqadan ko'rinishi. Nomerlarini narxlarini aytib o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Xohlasanglar, mana qorasi ham bor ekan. Qorasi sizlardanmi aka? Qoras sotildi. Baraka bo'ldi. Bugun yaxshi bo'libdi savdo. Qora sotilibdi, mana oq avtomat sotilibdi, savdo yaxshi bo'ldi. Bu sir bo'lmasa necha pulga berdinglar aka buni? 8,5 ga. Yili necha edi? 21, ikkinchi paytsa 41 ming yurgan, kraska toza. Probeg kamidan ekanda, mexanika edi. Mexanika. Qanchaga berdim dedingiz aka? 8,5 ga sotilibdi do'stlar. Olganlar yaxshi kunlarga haydasin, sotganlarga pulidan barakasini bersin. Baraka bo'libdi bu mashina. Mana do'stlar. Mana yana bitta oq Nexus 3 bor ekan, buni ham bilamiz, yengil narxini. 17-yilgi Nexus 3. 17-18. Qancha yurgan aka bu? 170 ming yurgan. 170 ming yurgan, kraska toza. Xo'p, ikkinchi pozitsiya mexanika korobka. Kraska toza, chexol poliglari bor. Gazi ham bormi aka? Gazlari bor. Yaxshi balonlarda. Baloni yaxshi. Narxi necha pul aka buni narxi? 71 dan barakasiga xayriga o'tib berasiz. Sir bo'lmasa bugun necha pulga berilmadi mana shu mashina? Endi mahallada 6700 berishdi. 6700 uydan so'rashgan. Qandash uruvlar. Mahalla ko'ylar. Qaysi nomeringizni beraylik aka bunga? Yo'q aka, ikki nomerdan qo'ying. Uning solmasi bo'lmasa bu. Xo'p, mana 88 024 0444 yoki da bo'lmasa 99 xo'p 604 1091. Aloqa chiqarasizlar. 7100 kamini qilib berasiz. Qilib beramiz. Olma yetmay qolsa narsa ham qilib beramiz. Barteram gaplashamiz. Barterga narsa savdoga kelishib savdo qilinaveradi. Aka savdolarni bersa. Nexus 2 yil nechi? 13-yilgi Nexus 2 bor ekan mana. Aka buni probeg qancha bo'ldi? 285 ming. 285 ming yurgan Nexus 2 ni kraskalari qayerlarda? Kraskasi yo'q, top toza. Oyli. Top toza. Xo'p, bular aytib olmaysizmi toza deb? 4,5 ming. 4,5 ming kami bor. Necha dediz yilini? 13. 13. Bugun necha puli bermayapsiz aka buni? Naq sanaganlar bo'ldim. 38 so'rashdi bermadingiz. Oldi yursa berasiz xohlasa. Gazi metan. Ha? Motori Sons. Yo'q, 1.6. 1.6. Lyuks kansini. Yo'q, gidrolik prosta. Nomeringizni ayting aka. 99 430 62 62. Qiziquvchilar bo'lsa aloqaga chiqarasiz. 38 ga bermabdi, oldiga 1-2 so'm qo'shsa beraman deyapti. Kraskasi toza ekan, lekin mana kosmetik ishlari bor ekan. Biz borini ko'rsatib qo'yamiz. Hop, motor 1.6, metan gaz, kamchiliklari yo'q deyapti egalari. Balonlari yaxshi, yangidek holatda ekan. Prostoy salon ham. Hop.
Nomeringizni ayting aka. Birortasi ma'qul kelib qolsa o'ziga telefon qilishadi. Hozir 99lik. Aytdingiz, yana qaytarib qo'ying. 99lik 430 62 62. Sog'ligingiz bersin. Nasibasiga chiqmaydimi? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Nakka. Sog'ligingiz bersin. Mashina ham ko'rinmaydi. Qaysini? Yil necha aka buni? Assalomu alaykum. 15 ga 16 oxirgi chiqqanlardan. Hop, konditsionerli variant ekan, Sonos gibrid motor, 86 ta ot kuchi. Hop, probeg qancha buni aka? 224 ming yurgan mashinaning kraskalari qanaqa? Kiriloda bitno bor, oldi kiriloda chap tomonida. Oldi kriloda bu yoqda, qolgan joylar Eshikda rektopka bor, oldi. eshigida rektovka. Qolgan joylari toza. Narxini necha pulga beraverasiz? Naqd sanayman desa. 5,5 mingga o'tib beramiz, kelishamiz. 5,5 ming kami bor. U bozorda aytilish bahosi endi o'shaga. Bugun bermayotganingiz necha pul bo'lyapti? 47 ga bermayapsiz. Nomeringizni bering. 93 93lik 631 631 0069. 0069. Ishqibozlar bo'lsa kerak, egalariga bog'lanaverasizlar. Balonlari yaxshi, yangi holatda. Medikallari bor. Salonlari mana. Mikrofon taqalgan, kolonka qo'yilgan. Aha. Hozir xarajat qilib o'tirishmaydi xohlasa. Minadi. Kimchiga qilib qo'yibsizlar o'zingizlar. Qo'ygan. Metana bor. Aha. Kamchilik yo'q. Shu bitta nimasida kraskasi bor, qolgan joyi toza. Charchamayapsizmi aka? Akkumulyator balonlar hamma yangi qo'yib qo'yilgan. Demak, necha pulga bermadim dedinglar buni? 47 ga 47 ga berma. Ozroq qilsa beraverasiz. Jinni bersa. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 93lik 90lik 631 631 0069. 0069. Sog'liqlar bersin aka. Yo'da mokri rangda Nexia 2 ham bor ekan, 15. Oxirgi chiqqanlardan ekanda bu. Oxiri chiqqan 4 balon yangi. Demak, 4 ta balon yangi qo'yilgan. Metan gazi bor. 2015. Probeg qancha bo'ldi aka buni? 297 ming km turgan Nexia 2. Kraskalari qanaqa aka buni? Kirili eshikda bor. Ichiga o'tirmagan. Ikkita detalda krilo eshikda. Xo'p, pultlari bor ekan. Salonlarini o'zingizlar ko'rib bahoda berasizlar. Kamchilik yo'qmi aka mashinada? Demak, kamchiligi yo'q. Egasini o'zidan kerakli bo'ladi. Demak, prямо egasidan generalniy qilib berish imkoniyati bor. Holilar оформление, holilar generalniy, bunaqa hujjatida muammo yo'q deyapti egalari. Xo'p, aka, narxini kelishtirib ayting kechki bozor. 5 mingdan miyman. Ha, 46 de. 46. Yana bitta aytay, hali kreditchi akalar bor-ku. Mancha demaymiz, mancha ham demaymiz deydi. Ularga o'xshamaylik. Ularga o'xshamaydi. Bizga halol pak. Ha. 4,5 mingga qo'yib yuboring. 4,5 mingga mana 2015-yilgi Nexia 2. Lyuks mashina. Nima deyapti do'stlar? Xo'p, so'ramasa bugun necha pulga bermay turibsiz buni bozorda? 42 mashina qurishadi. 42 tirikchilikka bermadingiz. Nomer beraveraman. Nomer bering bog'lanishga. 95lik 95lik 313 313 0445. 0445. Aloqa chiqarasizlar qiziqqanlar. Где находится adres deb qo'yibdi. Do'stlar, bu Andijon mashina bozori. Bugun mana 8-fevral haftaning yakshanba kuni 2026-yil. Bo'ldi aka. Ona Nexia'ni qo'yaveraylik birda. Nexia 1. Nech pul aka arzonligi? Madoma Nexia 1lar ko'rsatdim, ammo u Nexia 2 ni pulini aytishyapti-da. Yo'q. Men sizga bitta sensatsiya qilib beraman. Bo'ldi. Qisqasi 99-yil. 99. Ha, barter hisobiga o'tib qoldi. Aha. Bo'ladigan naqd pul sanayman deydigan bo'lsa, mana $1,300 beraveraman. Qo'yli. Bo'ladimi? Tikodi narxida. Ha, gazi bor mashinani. 1 gram aptor rasud qilmaydi, yo'q rasud qilmaydi. Aha. Oladi, minadi mashinani. Hozir bitta kalit bossa yonadi mashina. Ular yurib turgan, xizmat turgan mashina. Yo'q, hali aka arzonligini eshitib odamlar kamchiligi bor deb o'ylaydi-da. Kami bo'lsa aytib qo'ying biror joyda. Kami yo'q, faqat bitta shopir kerak, minsa bo'ldi. Yili 99-yil xolos. Bitta oilani xizmatini qilaveradi. Qilaveradi. Mana hozir qarab turing-aka. Kraskalarini endi so'rab o'tirmaymiz buni. Bu endi bir qop temirga bo'lgan narsa. Mana. Bagaj ochilishini qarang. Hop. Mana knopkaga ochiladi aka bagaji ham. Mana bagajlar. Mana 100 talikmi bu metallari bor ekan xullas. Nechtaligini bilmadim, metallari bor. Yurib turgan holatda kamchilik yo'q deyapti egalar. Bitta endi aybga kelsa yili 99 ekan endi u ham ayb emas, u endi haligi mana holatlarni ko'ringlarchi. Do'stlar, haligi kundan kunga mashina olish osonlashib ketyapti. Oldin biz yoshligimizda 10 ta 15 ta hayvonni sotib bitta mashina olinardi, oilaviy pul yig'ib yillab. Ha bugun mana bitta yaxshi buzog'ingiz bo'lsa yo
ikkita qo'chqoringiz bo'lsa, soatda mana shu mashinadan olib qo'ysangiz bo'laveradi. Ikkita qo'chqorni puliga-da. Ikkita qo'chqarni puli yozsa Nima deyapsiz? bo'laveradi. 1300 dollarga 1300 dollar beramiz. bugun naqd sanaganlarga berib beriladi xohlasa. Mabodo aka, mashinangiz yo'qdi, olmoqchiman, yo'qdi-yu, lekin ana shu ikkita qo'chqarimni sotib olay, biror hafta yashanmagacha kutib tursangiz bo'ladimi deganlarga imkoniyati bormi? Yo'q, anaqasini zakalatini bersin, mana Ha. misol gap so'z yo'q. Xohlagan paytda olib ketishaveradi. Kelishib, baraka qilib qo'yishadi, ozroq zaklatini beradi. Keyin biror haftada o'sha qo'chqarini molini sotib berish imkoniyati bor, xudo xohlasa. Bo'laveradi. Oldin kapotini ham bir ko'rsat. Bo'ldi, ko'rsatamiz hozir. Hali arzonligini eshitib, libo odamda shubha bo'ladi-da endi, hali nima kami bor ekan deganlarga. Bemalol shubhalanishmasin. Prosta mo bozorda anaqa qilib mana sizga ko'yinmaydi. Ha, kattaligi to'ylarga baqiladigan qo'chqarlar bor, 150 kiloli. Ashtaqa qo'chqarni puliga o'lyapti-da. Xo'p, holatlarni endi ko'rib baho berasiz-da. Mana motorlarni yangi qilib qo'ygan egasi. Demak, kamchilik yo'q, xudo xohlasa. Yo'q. Aha. Demak, ishqibozlar agar buni-chi mabodo meni yoqmay qolsa, metallomga sotib yuborsanglar ham puli chiqaradi buni do'stlar. To'g'risi-da. Pasportini 600 dollarga so'rashyapti o'zi. Tef pasportini o'zini 600 dollarga so'rab turishdi mana. Xo'p, nomeringizni beraylik aka bunga. 88 055 20 20. 88 kodi bilan 055 20 20. Ishqibozlari bo'lsa agar puli yengilidan minaman deganlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, videolarni shu yerga like bosib yuborasizlar. Do'stlar, like bosish ham juda oson. Mana shu ekranga tirs 2 marta bosib qo'ysanglar bo'ldi. Mana shu yuqorida pastpastda tugmasi bor, shuni bitta bosib qo'ysanglar, keyin safar shunaqangi arzon mashinalarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishlikka muyassar bo'lasiz. Agar bu videomizni bizni ertaga yoki undan keyin ko'rsanglar, bu mashina уже sotilib ketgan bo'ladi. Sveji chiqqan paytda ko'rsanglar, hali baraka bo'lmagan holatda birinchilardan bo'lib o'zingizlar yoqqan mashinani xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Oppog'idan bor ekan, agar nima deydi, holati tinarog'idan minaman desalar, mana oqi. Bu hali ayollar ko'chaga pardoz qilib chiqadi, o'shan singari pardoz qilingan holati deganda, yasangan holatida bu. Yili necha aka buni? 12 ga 13. 12 ga 13, 1.6 motor. Xo'p, metan gaz, ekonomaziyari boridan, bu yoqda mana birkalari. Xo'p, probegini aytadimi aka bu? 400 mingdan oshiradi. 400 mingdan oshiqroq yurgan mashina. 16 lar aytadi. Xo'p, prostoy salon, poliglari, chexollari bor. Xo'p, multimediali rullar qilib qo'yilgan. Bu yoqlari mana. Orqadan ko'rinish, kraskalari qanaqa aka buni? Kraska mana shu eshikda bor, qarniz ozroq bor. Mana shu eshikda. Ha, jinda bitnolari bor xolos qo'ygan. Demak, qolgan joyda ham bu yoqda jicha petnosi bor deyapti. Xo'p, narxini nech bo'ldingiz aka? Kechki bozor kelishtirib. 4,5 kam bor. 4,5 kamini qilib berasiz, xudo xolasa. Bugun nech pulga bermaysiz endi buni? 39 larga bordim. 39 gacha so'radi bermaysiz. Telefon nomer bering bog'lanishga. 90lik 90lik 540 540 1035. 1035 ga telefon qilib egalaridan to'g'ridan-to'g'ri batafsil ma'lumotini olsalaringiz bo'laveradi. 4,5 kami bor deyilyapti. Bugungi savdosi 39 bo'libdi. Oldiga ozroq yuk qo'shsa, 1-2 so'm qo'shib savdo qilsangiz beraveradi. Aka savdoyingizni bersa, nech puli borga chiqadi? 2,5 ming dollar atrofida pulingiz bo'lsa, bo'lib to'lashga ham bu mashina berilaverar ekan. Xo'p, nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 90 kodi bilan 540 1035 raqamlariga telefon qilib, egalaridan to'g'ridan-to'g'ri batafsil ma'lumotini olaverasizlar. Biz navbatdagi mashinalarni ko'ramiz. Aka savdolarni bersa. Mada stalnoy rangidan ham bor ekan, 1.6ligi. Buni ham bitta ko'raylikchi. 2013 ekan bunisi. 1.6 motor ekan, metan gazlari bor ekan. Balonlari yaxshi holatda. Aka ko'rsak bo'laveradimi? So'ramasdan ko'rib qo'yding mashinangizni. Probeg qancha buni? 243 ming yurgan o'zim, halol yurgan. 243 ming kilometr yurgan mashinani kraskalari qanaqa aka buni? 20-30%. Qayerda endi aka bu? Oldi kapotida bor. Kapotida. Mana eshikni tagida va molding tagida bor, mana satochogida bor ozgina. Narxini nech pul so'rayapsiz endi kechki bozor aka buni? Buni aka Beradiganingiz aka? 3,5 ga bo'lsa berib berasiz. Nomeringizni ayting. 95lik 030 4117. Savdoyingizni bersin aka. Bir ikkita mashinalar bor ekan, Nexi 2lar, Lasettilar, shularni yengil ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, Nexi 2 oppog'idan. Bo'ldi. Salonni mana ko'rib, lekin tiniq ekan, himsiya qilib olib chiqilgan, chexol taqilga e'tibor beryapsiz. 2013 123 ming yurgan. 123 ming. Probeg kam ekani, palon pul emasmish qilib puli buni. Yo'q. Ha. 4600 ga beraylik. 4600 ga 123 ming yurgan 13-yilgi Nexi 2. Nariga bor. To'xtang, kraskasini aytaylik buni.
Kraska top toza. Top toza. Kraska toza. Petno Qo'y. riktovkasi. Gazi ham bor. Yo, gazi ham bor. Qanaqa motorli bu? Bu hali Sons motori. Sons gibrid motorda. Sons gibrid. Mabodo mana shu mashina sizlarga ma'qul kelib qolsa 88 lik 050 055 20 keyingisi bu yoqda Bu 2014-yil. 14. Buni ashu bir 15% kraskasi bor bu Aha. mashinani. Ichiga o'tmagan. Aha. Buni 4000 ga beramiz. 4000 dollarga. Hop. 4000 ga nima deyapti do'stlar? 2014-yilgi 2-3 ta joyda petnolari, kraskalari bor. Nexia 2. Anaqasini qancha deysiz probegini? Probegi 280 ming 280 ming atrofida yurgan. Hop, agar Lacetti minaman desalar, bu yoqda mana Lacetti 2013 13 15% bashi kraskasi bor mashinani. Aha. 15%. Buni 5000 dollarga berib beraman ana. 5000 ga. 13. Probegi qancha deysiz buni? Buni probegi 380 ming ekan. 380 ming yurgan. Demak, ko'rsatgan mashinalar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, 88 kodi bilan 055 20 raqamlariga telefon qila olasiz. Lekin mana Nexia 2 ama qiziqarli ekan do'stlar. Kraska toza ekan. Probegi 123 ming yurgan. Yiliga nisbatan juda ham kam. Salonlar hozir eshigi yopiq ekan, ko'rsata olmayapmiz, lekin tashqaridan ko'rinib turibdi, juda ham bir chiroyli, akkuratniy holatda ekan. Endi 123 ming yurgan Nexia unaqa urinib ketmaydi, o'zingizlar bilasizlar, mana orqadan ko'rinishi. Kraskalar ham toza. Narxini necha pulga berib beraman deysiz buni? Buni 4600 ana. 4600 ga bo'lsa, ana kraskasi toza, svejista minaman deganlar bo'lsa agar 055 20 ga aloqaga chiqarasiz 88 kodi bilan. Aka, savdoyingizni bersa.